Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan jannat mevalari turkumidagi eshittirishimizni olib boryapmiz. Bugungi kunda diyorimizda topiladigan, ya'ni supermarketlarda turibdi yashili va qorasi. Yashili ko'proq yurak qon tomir kasalliklariga yaxshi samara beradi. Qorasi esa buyrak muammolariga va oyoq yurish tizimiga yaxshi foyda beradi. Endi buni biz bilgan, baqadar imkon bilgan narsalar bilan bo'lishamiz. Organizmdagi ortiqcha xolesterinni chiqaradi bu bir. Saratonni oldini oladi, qon bosimini yaxshilaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi va odamni ortiqcha yeyishini ham oldini oladi. Ko'pchilik mana zallarga qatnayapti ozish uchun. Demak, zaytdan 5 tadan 10 tagacha vazniga qarab yeyish mumkin va yog'ni ham teradi. Yog'ni teradi deganda, ya'ni ozdirishga harakat qiladi. Hop, buyrakdagi toshlarni va o't qopidagi toshlarni ham mayda parchalaydi. Bu biz bilgan xislatlari. Demak, shuni barchalaringga tavsiya qilaman. Qur'onda zikr qilingan, albatta, Tin surasida biz diyorlarda topiladi. Ancha-muncha ximikatni yegandan ko'ra shuni yegan afzal. Men shuni sizlarga tavsiya qilaman. Bizni kuzatib borsalaring, inshaalloh qolgan mavzularni ham yoritib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.